Assalomu alaykum do'stlar. Xayrli tong hammaga. Bugun mana xudo xohlasa 21-iyun subota ishni boshlaymiz. Irkutsk shahridan Yandex bo'yicha ma'lumot beramiz. Ko'ramiz bu xodim kunlari qanday ish bo'lyapti Irkutsk shahrida. Kuzatishda davom etinglar, zakazlarni ko'rsatamiz. Konse qancha ishlaganmiz, nechta zakaz qilganmiz. Все подробно tushuntiramiz do'stlar. Hech qanday ketdik, unda ishni boshladik. Bizda mana soatimiz 7:56, почти 8. Birinchi zakazni kutyapmiz. Пока что nol zakaz. Ko'ramiz qayerga beradi birinchi zakazimiz. Rudi koeffitsiyentlar yaxshi, 210, 210 yapti. Kutamiz do'stlar. Birinchi zakazimiz tashladi mana. Bezbokova 30/7 dan Sedova 67 ga. Sentraga ketdik. Birinchi zakaz bilan 607 km. Почти 7 km. Пожалуйста. Всего доброго. До свидания. Хорошо. Birinchi zakazimizni qo'yib tushirdik. Zaversh qilamiz. 10 minutda kelibmiz. 460 rubl. Bu yerda koeffitsiyent yo'q. Sentrda. Endi koeffitsiyenti bor joyga qaytamiz pusto. 3,5 km. 3 km pusto yuramiz. Har bir zakaz olganimda liniyadan chiqib qolma, чтобы zakaz berib olmasligi uchun. Hozir koeffitsiyenti bor tomonga qaytamiz do'stlar. До свидания, хорошего дня. İkinci zakazimizni olib kelib tushirdik. Yana sentraga keldik do'stlar. 8 kilometrdan 638 rubl. Yana sentrdamiz. Sentrda yana zakaz yo'q. To есть zakaz bor, koeffitsiyent yo'q. Sentrdan chiqib ketamiz yana. 5-6 kilometr boramiz. Mostdan narigi tomoniga o'tamiz. Universitetskiy tomonlarga. Yerlardan zakaz tashlayapti, yaxshi koeffitsiyent yonyapti. O'zi ertamdan Liboy shaharda menimcha sentrda zakaz bo'lmasa kerak. Hamma sentrga keladi. Ko'ramiz do'stlar. Bo'laylikchi. Yana qaytamiz orqaga. Probka yo'q, выходной, суббота. Суббота, воскресенье probka bo'lmaydi. Bemalol qimmat joylardan to'shsa bo'ladi. Koeffitsiyenti bor joylarga borib mashinlardan zakaz olsa bo'ladi. Keyin zakazimiz tashladi. Necha kilometr ekan? Kilometri bu ham 8 kilometr ekan. Olib ko'ramiz qancha bo'ladi. Dalnivostochniga beryapti. Do'stlar, 3-chi zakazimizni olib kelib tushirdik. Asanoga o'chirib qo'ydik. 605 rubl. Biz Volska ostanovkadamiz. Bu yerda koeffitsiyent pas yonyapti. Yubileyniga haydaymiz pustoy. Yubileynidan zakaz olamiz. Yubileynida koeffitsiyent yaxshi yonyapti. Keyingi zakazimizni tashladi. Mana yubileyniga kirmasimizdan oldin berib qo'ydi. Teatralniy 8 dan Baykalskiy 253 ga bassenga ketyapti ekan. 5 kilometr. Olib boramiz do'stlar. Liniyadan sразу chiqamiz. Чтобы заказ berib olmasligi uchun yo'q. Пожалуйста. Всего доброго. До свидания. Olib kelib tushirdik do'stlar. 8 minutda kelibmiz. 5,5 kilometrga 323 rubl. Solnochnyda koeffitsiyent ko'ramiz hozir. O yaxshi o'ynayapti ekan, 120 ga chiqibdi. Demak, Solnochnydan yo'qsagan bo'ladi. Yubileyniga o'tmasdan ko'ramiz. Navaleynaga beryapti. 200 rubl qo'shib yubordik.
Mayli olamiz. Navaleniya bo'lsa navaleniya. Bir aylanib kelamiz. Длинный zakaz. Kilometri 18 kilometr do'stlar. 18 kilometrga boramiz. Ko'ramiz qancha bo'ladi. 18 kilometrga. Anchadan beri borganim yo'q edi. Navaleniyaga. Постоянно o'chirib ishlashning foydasi juda katta. Zakaz olgandan keyin o'zi aslida hamma birdek. Zakaz olgandan keyin chiqib olsa liniyadan zakaz ko'payishiga hissa qo'shadi. Zakaz ko'paygandan keyin avtomatik o'zi Yandex zakazni qimmat qiladi. Buni ko'pchilik bilmaydi. Shuni hisobiga podrяд bergan zakazni urishaveradi. O'zi har bir zakaz olgandan keyin liniyadan chiqish kerak. O'zi shunda yaxshi zakazlar olasiz. Mani fikrim shunaqa do'stlar. Ko'ramiz, Navaleniyaga boraylik. Do'stlar, zakazimiz o'tkazib yubordik, kelib kutib o'tirsak. Скорее всего qimmat bo'lib ketdi yo bo'lmasam boshqa chaqirdimmi? Maksimda chaqirdimmi bilmadim. O'tkazib yubordi, mayli. O Дальневосточныйdan beryapti. Ivano-Frankovga. Studgorодок rayon. Mayli olamiz. Kilometri 9 kilometr. 9 kilometrga olib borishimiz kerak ekan. Mayli. Lekin yaxshi koeffitsient bilan beradi. Nasib ekan. Shu pulini ko'tarmagan. Bo'lib turadi bunaqalar. Пожалуйста. Всего доброго. До свидания. Olib kelib tushirdik do'stlar. 15 minutda kelibmiz 9 kilometrga. Итого zaverst qilamiz. 647 rubl. Yaxshi. Studgorodokda orqadan mashina kelyapti. Studgorodokda koeffitsient bormi? Yo'q, Studgorodokda koeffitsient yo'q ekan do'stlar. Unda liniyani o'chirib qo'yganmiz, yoqmaymiz. Chunki bez koeffitsient bersa arzon bo'ladi. Foydasi yo'q unaqa zakazni olishdi. deb o'ylayman, meni o'yimcha. Koeffitsient bor tomonga boramiz. Hozir keyin o'sha yerdan yo'qamiz do'stlar. Kuzatishda davom etinglar. Do'stlar, ish jarayonini ozgina o'zgartiramiz. Ozgina pauza nima qoldi? Ertagalikka Dalniga zakaz tushib oldi, Baykalga. O'zi ertaga yog' almashtirmoqchi edim. Shuni hisobiga mana bugun almashtiramiz do'stlar. Короче, ko'ramiz qancha расход ketganini. O mashinani ko'r. Do'stlar, almashtirib chiqdik o'sha. Короче, qaysi masla 0.20, gibridlarga 0.20 quyiladi. Bitta filtr maslini, воздушный filtr, salon filtr oldik. Maslamizdan ozgina qoldi. Buni hozir baklashga qo'yib tashlab qo'yamiz. Итого 3300 1000 rubl almashtirganiga 4300 rubl bitta masla almashtirishga ketadi ekan. Gibridlarga shu 0 dan 20 tavsiya qilaman. 0.20 quylar do'stlar. Hozir endi obed qilamiz, dars ishni qilamiz. Просто bugun almashtirganim sababi ertaga Baykalga zakaz chiqdi. Gostinsa bilan ishlayman. Zakaz berishadi. Olib borib kelaman. Shartnomamiz bor ozgina. Shunga xudo xolasa o'zi ertaga almashtirmoqchi edim. Hozir telefon qilishib ertagalikka zakaz bor dedi, mayli dedim. Agar kimdir bormoqchi bo'lsa, yana Irkutsk shahridan yo boshqa shaharlardan kelib Baykal ko'rib kelamiz, dam olib kelamiz desa, Irkutskdan Baykalga olib borib kelish 6000 rubl do'stlar.
6000 rublga ertamdan liboy mahal sizga qulay mahalda chiqib ketamiz. 8dami, 9dami, 10dami. Borib kutib turaman kechgacha. O'zingiz pojелание qancha soat bo'lasiz? 5 soat, 6 soat, balkim kechgacha. Kechgacha kutib, yana qaytib Irkutskga olib kelaman. Shu uslugasi 6000 rubl bo'ladi. Boshqa shahardan kelmoqchi bo'lsalaring, Irkutskga, Irkutsk Baykalga boriladi. Agar nima bo'lsa, tanishlari yo'q bo'lsa, bemalol murojaat qilishlari mumkin. Men nomerlarimni pastda qoldiraman. O'zim aeroportdan kutib olib, gostinitsaga olib borib, gostinitsaga joylab, aytgan kunlaring olib borib kelaman. U gostinitsaning pullarini, masalan, sizlarga qaysi tomonlama qulay, har xil uni podrobniy WhatsAppga yo bo'lmasa telefon qilsalaring, telefonda tushuntiraman, ko'rsataman. Qancha sutkasiga, qanaqa gostinitsa, necha yulduzli, 5 yulduzli, 4 yulduzli, 3 yulduzli, sizga qaysinisi qulay bo'lsa, shuni gaplashib, shu gostinitsani joylab o'zim kutib olaman. Aylanib bo'lganingizdan keyin yana aeroportga tashlab uchirib yuborishimiz mumkin, do'stlar. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Hozir sezon boshlangan. Hozir asosiy Vyetnam, Xitoy, boshqa shaharlardan o'rislar kelyapti. Shularni olib boryapmiz. Пока что o'zimizlardan zakaz tushgan yo'q. Irkutsk shahridan bo'lsa ham bir joylarda, chekka joylarda, markalarda, Xomutova, shu leslarda ishlaydigan, stroyka zavodlarda ishlaydigan aka-ukalarimiz bo'lsa, bemalol murojaat qilishlari mumkin. Olib kelaveraman. 6000 rubl Irkutskdan Lysyankaga 6000 rubl olib kelish. Pastda telefon nomerlarim bor. Telefon qilaverasizlar. Semeyniy bo'lsa, детский kreslo bor. Bexijolat telefon qilaverasizlar. Nimaga 6000 rubl? Po zayavka o'zi 2500 rubl ekonom tarifda. Chunki 6000 deganim sababi olib borib bu yerda kutaman. Shu hamma narsalar olib ketiladi. Sentrga kirib, choy, poy, non, pon, tarvuz, qovun, o'sh frukti nima olsalaring bagajda turib turaveradi, lishni narsalaringiz. Bemalol keyin yo'llarda 2-3 marta to'xtab, rasmga tushib, shunaqa usloviyalari borligi uchun 6000 rubl do'stlar. Shunaqa. Do'stlar, mana oxirgi zakazimizni oldik. Shu bilan olib borib zaversh qilamiz, ishni tugatamiz. Ko'rsatamiz nechta zakaz qildik bugun. Qancha pul bo'ldi. Bugun hozir ishni tugatmoqchiman, chunki ozgina ishlar bor qiladigan. Ozgina damda olib ertaga Baykalga ketamiz inshaalloh. Hozir bizda soat 7 bo'lyapti o'sha. 6:55 bo'ldi. Sentrdan Jizda vokzalga zakaz oldik, oxirgi zakazimiz. Olib borib tushiramiz, Yashirdan uyga suramiz. Bugun lekin issiq ham rosa damlayapti. 33 gradus, 33 ekan. 33, 30 shuna bo'lib issiq rosa damladi. To'liq konditsioner bilan yurdik. Bez konditsioner bo'lishim ishlab bo'lmayapti. Issiqda. Zakazimiz olgani ketyapmiz. Общежитиеga. Sovetskiy 45 dan Jizda vokzalga beribdi. Kilometri 6,5 kilometr. Bagajlari bor ekan, yuklaymiz hozir.
Do'stlar, mana bugungi kun ham o'tdi. Inshaalloh tugadi ish kunimiz. Endi ko'ramiz hozir qancha zakaz qilganimizni. Mana bugun 17 ta zakaz qilibmiz. 6086 rubl. Soatimiz 8:57-58 bo'ldi. 8 da boshlagan edik. Orada nima qildik? Ozgina perekuр qildik. Dam oldik, bir 2-3 soat masla almashtirdik. Endi mashinani mo'yka qilib, xudo xolasa bugun futbol bor, bolalar bilan ozgina futbol o'ynaymiz. Endi inshaalloh ertaga Baykalda yana yangi videolar chiqaramiz. Allohga omonatlar, tinch bo'linglar, sog' bo'linglar. Assalomu alaykum.